Qanday qo'shimcha qilish Shahram uchun? Qanday qo'shimcha qilsa bo'ladi? Ajoyib inson. Mana shunday. Boy borasozlik bor Shahram G'iyosovda. Demak, do'stlar, kechaning asosiy jangi Shahram G'iyosov, Mark Urvanov. Barchasi tayyor. Jang boshlandi. Birinchi raund. Kuzatuvda Isxam masofani ushlab turishdi o'rtada. Jeplar bilan masofani saqlayapti. O'ng qo'l cross yaqinlashib kelayotgan raqibini tutishga harakat qilib ko'rdi. Chap qo'l Usmon Alperikot chiqardi muvozanatdan birozgina Shahram raqibini joy to'g'ri tutib masofani ko'rsatmasini deb qolamiz. Ehtiyot bo'lish lozim. Urvanov hozir jab bilan kirib borishga muvaffaq bo'ldi. Jab ikkinchisi. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba, yana bir jab. Raqibning ham o'sha tana harakatlari ajoyib ekan hozir. Har safar Shahram zarba yo'llayotganda yoki hujum tashkil qilayotganda chap berishga muvaffaq bo'lyapti. Shunday vaziyatda tutish kerak. Rejasini amalga oshirish kerak. Ikkilik zarbasi. Chap qo'l yo taraflama. Jigariga ehtiyot bo'lish lozim. Jab. Ikkita ketma-ket, uchinchisi. Har xil uslubdagi bokschilar bo'ladi. Lekin Shahram yoki Shahram singari jang olib boradigan bokschilarni ochiqini aytaman. Menimcha muxlislar ham bunga qo'shilishadi, jangini tomosha qilish maroqli. Uning harakatlari, boksning o'ziga xos klassikasi. Ikkilik zarbasi. Tushgani bir bor harakat qilyapti. Chap qo'l yondirgan azamat juda xavfli Shahramda. Ko'p raqiblarini mana shunday og'ir holatga solishga muvaffaq bo'lgan. Jab. Chavduvchi harakat. Ikkilik zarbasi yana. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Uppercut zarbasi. Ikkita jab. Jeplar ish berish boshladi. O'tishni boshladi. Yana o'sha chap qo'l yondirma zarbasi. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Takror lavhalarni ko'rdingiz. Ikkinchi raund boshlandi. Chap qo'l tutishga harakat qilyapti. Baribir mana shu chap qo'lda yondirilma zarbasi bilan boshiga aynan.
Nimaga kiryapti o'zining mana shu Shahram G'iyosov uslubiniga. Qorniga o'ng qo'ldan anchagina kuchli zarba yo'llashgan fa bo'lyapti. Qarang qanday masofani tutmoqda. Endi bu yog'iga qandaydir kuch o'zga holatga kirib oladi. Hamma narsa avtomatikada ishlaydi. Hamma narsa o'z-o'zidan kelib chiqadi. Qorinbosh, bosh qorin to'g'ri qilayotgan bo'lsak, birinchi boshga yo'ladi zarba, keyin jigariga jab. Tutishga harakat qilyapti. Masofani ushlayapti. Shahram otishga harakat qilib o'tirmaydi. O'ng qo'l. Chap qo'l. Yondaron Nazarboyev boshiga o'tdi. Hozir zarba yana mana shuni takrorlashga harakat qilib ko'rdi. O'ng qo'lni ishga soldi, yuqoridan ko'tardi zarbasini. Bir pasayish beradi. Bir yana tezlashishga harakat qildi. Jab. O'ng qo'l zarba o'tyapti. Yana bir jab. Yana jab. Yana jab ketdi. Tinmasdan mana shu jablarni yo'llayapti va oxirida o'ng qo'lni ishga solyapti. Yana ikkilik zarba jab. Mana Shahram endi uning o'ziga xos harakatlari. Jab. Jab ikkita ketma-ket. Uchinchisi, to'rtinchisi jahli chiqdi birozgina. Urvanovni oldinga harakat qilib ko'rdi o'tishga, ammo o'ng qo'li tayyor turibdi. Shuni bilgan holda to'xtadi. Yaqinlashib keladi deb mana chap qo'lni yo'llayapti. So'nggi soniyalar ikkinchi raundda bu yakuniga yetdi. Takrorlab qaradim. Shu yaqqol zarbalar bo'lgan edi. Mana shu raundda negadir zarba bo'lmagan vaziyatlar takrorlab qaradim. Bizga nima bo'lishini mayli. Uchinchi raund. Tezkor, Mark Urvanov. Tutib olyapti chap qo'lda. Yaqinlashib kelayotgan raqibni yana tutib olyapti. Ilgarilab ketishga harakat qilmoqda Shahram G'iyosov. O'ng qo'l ikkilik zarba. Himoyadan ham o'tadi. Qorniga endi zarba yo'llayapti. Yaxshi ikkita zarba ortidan chap qo'l pastdan uppercut zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lyapti G'iyosov. Tortib turib hozir o'ng qo'lda o'tdim o'tmadimni ko'rmay qoldim ochig'i. Atayin cho'riyatdan sekin zarba yo'llaydi jab. Raqib shundoq hujum qilganda javob hujumi kuchli bo'ladi. Qorniga zarba, ehtiyot bo'lish lozim.
Left jab. O'ng qo'l. Qanday aldadi? Qanday aldadi hozir, a? Klassika, fantastika. Asta-sekin mana jab. Raqib zarba yo'llash bilan tutib oldi oxiri shu stopga. Jigariga zarba ortidan. Yana boshiga murakkab holatda hozir. Rossiyalik bokschi mana bunday zarbalarga chap berishga harakat qilmoqda. 3-raundda so'nggi daqiqa o'tib boryapti. Qorinbosh o'ttanisi boshiga zarba. Yana jigariga, uchinchisi va o'tirishga majbur qilyapti ikkinchi marotaba. Urvanov chuqur nafas olyapti. Mana jigariga o'tkazib olgan zarbadan so'ng hammasi joyida. Chap qo'l yon tarafga zarba. O'ng qo'l uppercut zarbasi ortidan o'tyapti. So'nggi 10 soniya boshlanmoqda. Urvanov yana jigariga. Tinimsiz zarbalar. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Bo'ldi. Raund yakuniga yetmoqda. Shahram. Har bir harakati, har bir oyoq harakati va qo'l harakati uyg'unligi, koordinatsiya, kombinatsiyalar, strategiyasi, bilimi birgina o'sha takrorlab yetadi. Birgina o'sha. Bir qadam ortga va javob hujumi. Birinchi knockdown. Bo'ldi, bosh takrorlashga kerak emas bu raundda. Mana klassika. Mana bu boks do'stlar. Uning o'ziga xos jozibasi, uning go'zalligi. Shoshmaydi Shahram. Taxminan 30-40 soniya kutadi va undan so'ng raqib himoyasini yo'qqa chiqarishga harakat qiladi. Chunki raunddan so'ng taktik ko'rsatmalar bo'ladi murabbiylar tomonidan. Chap qo'l zarba. Yana chap qo'lda pastroqdan. Chalg'ityapti, chorlayapti o'ziga. Bormayapti. Majbur Shahramning o'zi borishga. Qanday og'riqli zarba hozir o'ng qo'l qorniga juda kuchli tarzda Shahram turyapti. Urvanov turyapti. Yana bir zarba. Yana o'sha nuqtaga. Endi bu professional boks, bu yerda imkon beriladi. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. U ham bo'ldi deb aytib Shahram. G'iyosov darhol nishonladi. Darhol mana shu alfozda nishonladi. Kaka Murodjon Ahmadali. Rasmiy e'lon do'stlar. Rasmiy e'lon. To'rtinchi raund, birinchi daqiqa 33-soniyada TKO texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchi Shahram Wonderboy.
Shahram G'iyosov navbatdagi g'alabasi. Tez orada albatta. Sizlarga eshitilayotgan bo'lsa albatta xursandman. Menga eshitilmadi. Samimiy barchaga minnatdorchilik bildirgan bo'lsa ajab emas. Shahram, uning otasi, uning tog'asi, uning doimiy muxlislari, qisqasi onalari ham hozir Telegram qarshisida balki o'tirishda kuzatib, ajoyib oilasi bor, o'zi ham ajoyib inson Shahram G'iyosov. Omad tilaymiz. Mana shunday o'zbek o'g'lonlariga ajoyib kecha bo'ldi. Nomdor bokschilarimizni bevosita o'zimizda, uyimizda, ringda, Xumorinada ko'rish imkoniyati yaratib berishdi O'zbekiston Professional boks federatsiyasi hamda Lift Promotioni va bularning barchasini sizlarga Sport telekanali jonli efirda namoyish etib berdi. Takroriy lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Men esa asta-sekinlik bilan mana shunday yorqin nuqtada reportajimga yakun yasaman. Eslatib o'taman, bir qancha katta turnirlar hali siz va bizni oldinda kutib turibdi. ATF Promotioni, Top 7 Fighters barchasini telekanalimiz orqali o'tkazib yubormang deb qolamiz. Mana shu jarayonda ham siz bilan ushbu janglarni, ushbu bahslarni rejissyor Davron Mansurov, sharhlovchingiz Sardorbek Rakimov kuzatib bordi. Ko'rishguncha do'stlar.